Mana xudo xolasa kuz fasli ham keldi. Noyabr oyi yaqinlashyapti. Nimaga ko'chatni noyabrda ekish kerak? Noyabrda ham o'zi ekilgan payti bor. Kuzgi mavsumda ekilsa, mana daraxtlarimiz uyquga ketyapti. Daraxtni uyg'ongandan ko'ra uxlagan mahalda ekilgani zo'r effekt beradi. Pastda so'ruvchi ildizlar erta bahorgacha o'rnashib, tomiri oladi. Xudo xolasa mana uji ko'chirishga tayyor bo'lyapti. Bu shoptol ko'chatlarimiz, bu mevalari. Do'stlar, Big Ben ertaki iyunda 10 kunligigacha pishadi regionga qarab. Anji shoptoli Ufa 3. Ufa 3imiz Samanta anji shoptollar ham erta pishyapti. Anji shoptoli donat. Mana do'stlar, lissi donat. Bismillahirrohmanirrohim. Juda shirin do'stlar. Oktyabrda oyda turibmiz. Mana oxirgi oy kunlari mana xudo xolasa shoptollarimiz, daraxtlarimiz ekishga tayyor qilib qo'ydik. Shoptoli 1 yilga novdasida meva beradi. Mana meva ko'zlarini ko'p do'stlar. Mana shular hammasi meva. Shoptoli xo'jaligiga, katta gektarlarga ekmoqchi bo'lganlar Farg'onali bog'bon kanalidan sotib olishlari mumkin. Zakaz berish uchun 88 957 27 27 nomerga aloqaga chiqsalaring, mana shu joydan o'rnidan svejiy ko'chirib beramiz. Kelgan klientlarga biz faqatgina o'rnidan svejiy ko'chirib beramiz. Uzoqroq bo'lsalaring ham erinmasdan kelinglar, sababi polyadan svejiy ko'chirib olsangiz, xudo xolasa 100 ga 100 ko'karadi. Ekkan daraxtlarning pullaring o'zlarining bilan ketadi. Mana meva ko'zlari, xudo xolasa shoptollarimiz hammasida mevali shoxlardan iborat. Shoptolini noyabrda ekinglar. Boqmoqchi bo'lganlar, xo'jalik ekmoqchi bo'lganlar Farg'onali bog'bon buni tavsiya qiladi. Tagiga biogomiz solib, ichida oziqalarni solib ekilsa, xudo xolasa qilayotgan bog'laring samarali bo'ladi. Ko'p do'stlar, mana shu katta gektarda juda ko'p shoptoli, gilos, o'rik, hamma ko'chatimiz yangi navlari bor. Biz kanaldan sotib olishlaringiz mumkin. A'zo bo'lmaganlar obuna bo'linglar tezda. Sababi faqatgina yangi meva, yangi turlarni tashlab boramiz. Kimgadir foydali bo'ladi. Videoga bitta like bosib, boqmoqchi bo'lgan tashlanga videoni jo'natib berasizlar. Salomat bo'lasizlar.